Xo'p, toychalarim, bugun mana obzorimda mani sevimli qora bayram jagchi etdi. Bu qora bayramni kapot ostida 1.5 turbina motor, 136 ot kuchi, shu ko'rinishni 0 dan 100 tezlikka chiqish uchun 10 sekund yetadi. Avtomobilim 6 bosqichli variator korobka bilan jihozlangan. Bundan tashqari bu avtomobil kuzov liftback bo'lganligi uchun sedan kuzov avtomobilidan aerodinamika tezligi bilan yaxshi natija beradi. Xo'p, bu avtomobil sedandan yana 3-4 ustunliklari bor. Bular birinchisi bagaj ochilishi, ikkinchisi bagaj hajmi. Odatda sedan 450-500 hajmda bo'ladi, liftback esa 600 undan yuqori bo'ladi. Uchinchisi, bu avtomobilni yotishtirib siz двухспальный sifatida ham ishlatsangiz bo'ladi. Avtomobil pulti. Siz bu pult bilan eshikni ochib qulflashdan tashqari bagajni ochishingiz, oynalarni ko'tarib tushirishingiz ham mumkin. Plus, qo'lesni qisib qolmasligi uchun bizda sezgir datching ham bor. Eshik yopishayotganlarini ko'rishingiz mumkin. Mashina o'tirganingizda ko'z birinchi bo'lib rulga tushadi. Elektronli multirul. Salonda ortiqcha knopka yo'q, hamma funksiyalarni monitorda boshqarishingiz mumkin. Audio tizimi ham zo'r ishlangan. Aytgancha, bu avtomobilni old o'rindiqlari qizadi, polniy qora koja bilan ishlangan. Tepada esa lyukam bor. Xo'p, orqa o'rindiqlari keng, yo'lda dam olib hazzab ketasiz. Telefonni zaryadlash uchun USB port ham mavjud. Toychalarim, bu bayramni ko'p maqtab o'tirmayman. Siz bu avtomobilga birdan 10 gacha ball berasiz. Men shungacha narxlarini tanishtirib o'taman. Hozirda 10 millionlik chegirma bilan 2023 ni 245 million, 2024 ni 255 million China Motors avtosalonidan xarid etsangiz bo'ladi.